Ko'pchilik beradigan savol, yozda ham o'simlik tuprog'ini almashtirsa bo'ladimi? Albatta almashtirsa bo'ladi, faqat iloji bo'lsa perivalka orqali almashtiringlar. Ya'ni o'zini eski tuprog'ini buzmasdan, ildizini ochmasdan almashtiringlar. Hozir ko'rsataman. Do'stlar, har doim yangi tuvagini eskisidan ozgincha kattaroq qilinglar. Birdaniga katta tuvagiga olvormanglar. Bu xona gullari uchun juda ham muhim. Perivalka degani o'simlikni shunday tuvagidan chiqazasizlar va shunday ekib qo'yasizlar. Shunda o'simlikda hech qanaqa stress bo'lmaydi. O'simlik o'ziga juda ham tez keladi. Gullab turgan bo'lsa ham gullariga ta'sir qilmaydi. Yozda bu juda ham muhim. Mana tuvagiga ozgincha tuproq soldik. Endi tuvagining o'rtasiga gulimizni qo'yamiz va chetlariga ham ozgincha tuproq solib chiqamiz. Shuni o'zi bemalol yetadi. Yozda iloji bo'lsa har doim tuprog'ini buzmasdan, ildizini ochmasdan almashtiringlar. Faqatgina ildizda qanaqadir muammo bo'lsa, ildizda chirish bo'lsa, tuprog'ini ochib, ildizini tekshirib, keyin almashtirsanglar bo'ladi. Do'stlar, har doimdek Pyotr Plexanov universal tuprog'ini ishlatdim. Juda ham zo'r tuproq, juda ham yengil, unumdor tuproq. O'zim 2-3 yildan beri ishlataman. Deyarli hamma xona gullariga to'g'ri keladi. Bu tuproqni sizlar uzun marketdan xarid qilsanglar bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, men silkasini bugungi storiesda qoldiraman. Do'stlar, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'linglar.